Frityur yog'i, pista yog'i qaysi biri sifatli va chidamliligini eksperiment orqali aniqlaymiz. Frityur yog'i restoran, fast food, oshxona, kafelarda odatda KFC, kartoshka fri, baliq, pirojki, cheburek, gumma, bo'g'irsoq, chakchak kabi taomlar qovuriladi. Frityur yog'i bu yuqori haroratga chidamli, uzoq vaqt qizdirilganda parchalanmaydigan va tutun chiqarmaydigan maxsus yog' turidir. Shuni bugun sinab ko'ramiz. Yog'larni bir xil haroratda qizdirib, har safar yarim kilodan kartoshka fri qovurib, maksimal necha kilo kartoshka qovura olishini test qilamiz. Frityur yog'i kartoshka frini 3,5 daqiqada qovurdi, pista yog'i esa kartoshka frini 5 daqiqada qovura oldi. Frityur yog'i rafina qilingan o'simlik yog'lari qorishmasi bo'lib, yuqori haroratda chidamli qilib qayta ishlanadi. Ya'ni yog' tarkibidagi erkin yog' kislotalari va namlik maksimal darajada olib tashlanadi. Frityur yog'i qayta qizdirilib, ishlatilganda yog'ning sifati buzilib, inson sog'lig'i uchun zararli bo'lmasligi uchun tabiiy antioksidant bo'lgan tokoferol E vitaminlari qo'shiladi. Shu sababdan frityur yog'i pista yog'iga nisbatan 20-30% qimmatroq bo'ladi. Lekin pista yog'iga nisbatan deyarli 1 barobar ko'p mahsulot qovurib berib, pista yog'iga nisbatan 70-80% ga arzonroq aylanadi. 8 litr pista yog'i 10 kilo kartoshka frini qovurganda ko'pirib ketdi va biz yana 2 kilo zo'rg'a qovura oldik. Pista yog'i umumiy olganda 12 kilo kartoshka fri qovurdi. 8 litr frityur yog'i ko'pirmasdan 22 kilo kartoshka frini qovurganda eksperimentni to'xtatishga majbur bo'ldik. Sababi bizda kartoshka fri qolmadi, lekin frityur yog'i hali ko'pirmagan edi.